Mana shu jarayonni sizlar bilan kuzatishingiz mumkin. Media olam qahramonlari endi maydon aslo bazinxor esdan chiqarmaymiz do'stlar. Galaxy jamoasidan boshlayman tarkib tanishtirishda. Boshlovchimiz Sardorbek va ularning tarkibini aytib o'tamiz. Bekzod Amun kechirasiz. Nigohlar to'qnashuv qandaydir o'ziga xos tarzda bo'lib o'tyapti. Mayli. Aytib o'tdilar, mana bizga tarkiblar ko'rsatib o'tilmoqda. Zaxirani ulguramanmi chamamda. 16-Muzaffar Hikmatullayev, 20-raqamda Sarvar Daminov, 29-raqamda Akbarbek Islomboyev, 10-raqamda Muhammad Nazar Sunnatullayev, cheksizlik raqami ham bor, Lazxo'jboyev va yanglishmadik. Barchasi tayyor. Demak, boshladik do'stlar. 77-raqam ekan, uzr so'rayman, hali to'g'rilab o'tamiz. Aldadi chiroyli. To'pni darvozaga joylab qo'yishga muvaffaq bo'lmoqda Ali Akbar Bayburen. Raqamda biroz adashib ketdik, ammo nima bo'lgan taqdirda ham Amatov. Ali, hop. Ava ko'rdingiz. Hal taqalluslar ham bor, unga ham imkon bo'lsa to'xtatamiz. Futboldagi ismlar o'ziga xos. Abdusamatov, darvozabon. Bekzod Amanullayev darvozasida hizligini saqlab qoldi va do'stlar, endi aytib o'tishimiz kerak, Blackstone jamoasi vakillari 1-0 hisobida oldinda borgan holda o'yinni, uchrashuvni boshlashadi. Hushtak chalmoqda va uchrashuv boshlanmoqda. Galaktika jamoasi vakillari boshlab beryapti o'yinni, shoshmasdan bir yo'nalishda biroz xato. Long paslar boshlanib ketdi. Qanday to'xtatyapti? Mana bu media futbolchilar hozir to'pni professional futbolchilardan hech qolishmagan holda ikki o'yinchidan o'tib ketishga muvaffaq bo'lyapti. To'pni jarima joyasiga emas, biroz orqaroqqa. Olisdan zarba. Jamoa vakillari yelkama-yelka kurash, 6-raqam o'z harakat qilayotgan futbolchilar. Mana bu yerda bir o'zi ikki raqib qurshovida qarshi birdan o'tdi, yelkama-yelka kurash davom ettirdi, ammo to'pni o'zidan uzoqlashtirib yubordi. Oliston! Qanday zarba yo'llandi? Qanday kuchli zarba yo'llandi. Agar to'p darvozaga borganida ish bermasa, mana bu yerda esa tezkor qarshilik amalga oshirish imkoniyati paydo bo'ladi. Yana bir zarba qarshi hujumda Blackstone jamoasi hisobni 2-0 ko'rinishga olib kelmoqda. Javohir Romonov hozir iltimos qilamiz, takrorlab qani bir darvozada o'sha ustunga tekkan jarayondan namoyish etib berishni, chunki o'sha yerdan boshlandi mana shu hujum. O'sha nuqtadan, o'sha hududdan, o'sha vaziyatdan. Qarang, qanday kuchli zarba. Hoppa! Qaytarildi to'p. Deylik darvozabon qaytardaylik. Mana bu yerda to'p uchun kurash, birgina harakat bilan qarang. Oldingi to'p tepib yuboryapti. O'z vaqtida sherik borligini ko'ra bilish va qaror qanday qabul qilinyapti? Qilib bavar qilmaydi Javohir Romonov. Faqat uni amalda ishga joriy qilish kerak. Yana bir marotaba darvoza to'sidiga to'p tegmoqda, ammo maydon tashqarisi chiqib ketyapti. Bu safar erkin tarzda to'pni darvozabonga kiritib berishi mumkin. Yonchiziqqa chiqib ketgan ekan. Ali, uning texnikasiga ishongandik. Sovg'a, hadiya, tuhfa. Foydalanib yo'qmi? Axbar baxiya qolyapti. Unga bunday imkoniyatlar berish juda xavfli. Avvalda ko'rsatishga harakat qilib ko'rdi bu vaziyatda ham. Blackstone o'z tomonida va mana bunday tezkor qarshi hujum amalga oshirish imkoniyati paydo bo'ldi. Tuzatma kerak. Zarba birgina harakat bilan. Shohruxxon Muhsimov harakat bilan darvozaning ochiq nuqtasini nishonga olgan edi. Endi omad qilib boqmadi. Nima ham derdi. Juda ham qiyin edi. 7-raqam bor, 07-raqam bor. Buni ham kuchli zarbasini namoyish qilib bergan o'yinchilardan biri Temirov. Aniq edi uning zarbasi. To'p tayyor maydonga tushishga. Chiroyli Ali, chiroyli. Birinchidan o'tdi, ikkinchisidan zarba to'rga tegyapti darvozaning ort qismidan. To'p almashyapti. Qanday chiroyli Ali. Endi Blackstone jamoasidan Azimchik Vines tepib beradi. Blackstone jamoasida olgan holda darvozabon to'pni qo'yib beraman.
Qani hakam o'qishligi bilan davom ettiramiz. Gol. Zarba va gol. Darvozabon topdi-ku, lekin Blackstone jamoasidan Asimchik Vines albatta Real Madridni qo'llab qo'ltirlaydigan bola. Albatta, Hala Madrid. topgan edi darvozabon. Topgan edi, ikkinchi qo'lini ishga solmagan ekan. Haqiqiy shou ishlama qilmaydi. Ishlama qilmaydi. Xo'p. Hakam muxlislari bilan Muhammad Ali Toshturg'unov. Diqqat. Zarba va gol! Bitta, hoppa, assa. Ana. Tasvirchilarimiz nega ololmay qolishdi g'ayronman. Yana bitib beradi. Barobar hisob tenglashyapti. Patrul. Media penaltida. Bu ikkalasi o'rtasida bo'ladi. Bo'ladi, aka. Yana bitta. Azimchik deb aytib o'tishyapti. Menimcha Azimjon Mo'minov bo'lsa kerak, yana bilmadim. Ha? Azimchik Vines Tornado Royli darvozaga joylab qo'ydi. aylanma zarba undan so'ng Bilan albatta. Qani? ikkinchi urinishlar. Zarba va afsuski. Welcome to Kazakhstan. To'p ketdi do'stlar, ishoning. Joyida hammasi nazorat. Jar maydonining Muhammad aka devorlaridan ham xohlasa ketdi. sakrab. Nuqtaga yo'llanishini. Diqqat. Toshturg'unov. Zarba va afsuski yo'q. Barobar hisob saqlanib qolyapti. Endi uchinchi zarba. Blackstone jamoasidan yoki qaysi jamoa? Endi boshidan. Kim tepyapti to'pni? Shunday bilan tepamiz do'stlar. Diqqat bilan. Azamat Eshonov yoki Sardor Zarba va yo'q afsuski. Noaniqlik do'stlar. Oradagi farqni qisqartirish imkoniyati paydo bo'lyapti hozir Galaxy jamoasida va to'p oldiga kelmoqda. 10-raqam ostida harakat qilayotgan Muhammad Nazar Sunnatullayev bilan zarba yo'llanadi. Hakamning ishorasidan so'ng zarba yo'llash kerak. Tayyormiz? Tushdak va afsuski. Yo'q. Do'stlar. Penaltilar, media penaltilar muvaffaqiyat bermadi. Azamatga. Ha. Azamat Uz Digital 24/7. Eng aktiv ishtirokchilardan biri. Menimcha bu navbatdan tashqaridagi penalti, bu o'yinga hisobga kirmasa kerak. Azamat Uz Digital 24/7. 24/7 aloqadalar. Xo'p, Azamat aka tayyor bo'lsalar. Ha, media penalti. Risolar bizdan ma'lumot so'radik. Gol urilyapti. Xo'p. Toshkent Galaxy jamoasidan Mahmud marhamat. Verniro. Sal orqaroqga futbolchiga joy beramiz, havo beramiz. Mahmud Nazar Sunnatullayev. Zarba va gol do'stlar. Baribir tenglik. Hisob hozircha teng. So'nggi zarba. Ha, demak, Marhamat. do'stlar mana. Ha. Demak, qo'ydi biroz o'zgartdi. Men uzr so'rayman. 5 tadan zarbaga o'tishdi media penaltida. Yanada qiziqarliroq bo'lishi uchun hali hanuz hech kim imkoniyatni yo'qotganicha yo'q. Svistok bilan Blackstone jamoasi vakillaridan biri hozir zarba yo'llash uchun shayva tayyor turibdi. Zarba yo'llandi, gol. Hozir 3-0 hisobida oldinga chiqib olishlari mumkin. So'nggi zarba. Mahmud marhamat, bu zarba hozir sizning taqdiringizni hal qilishi mumkin. Endi boshlovchi Sardorbek ham mayli. Taqdiri demak hal bo'ldi hozir. Blackstone'da yanada oradagi farqni yirikroq ko'rinishga olib kelishlari mumkin. Mana o'sha imkoniyat.
yo'q. Endi bo'lsa Blackstone jamoasi zarba yo'llaydi. Qanday to'xtatyapti. Qanday zarba! Qanday seyf ortidan! Chiroyli seyf amalga oshirdi. Yana bir bor Temirov havodan turib yo'llagan ekan mana shu zarbasini, ammo lekin biroq Otabek Qadamboyev. Ikkinchi taymni Blackstone jamoasi vakillari boshlab berishyapti. Uzun uzatma. To'p to'xtatilyapti va imkoniyat. Darvoza bu. To'xtatib olyapti. Chaqiruvchi harakatlar o'tmayapti va tezkorlik bilan mana bu yerda hujum amalga oshirish imkoniyati bor. Darvozabon qutqaryapti. Ochiqchasiga qutqaryapti. Orta o'yinchi bor ekanligini esdan chiqarmaslik lozim. Bir baqiya qoldi. Hozir ulgurganda Abdulaziz Rahimov. Olisdan zarba! Qanday kombinatsiya, nahotki uzatma bo'lsa, nahotki hozir mana shu uzatma amalga oshirilgan bo'lsa, Javohir Omonov tomonidan. Qo'yapti sherigi Omonovni. Yo'q, boshqasi. Hujumni yakunlagan yanglishmasam 19-raqam olsa harakat qilayotgan Temirov. Ikki o'yinchidan qanday o'tib ketyapti? O'yin tomonga Temirov o'tkir burchak bo'lishiga qaramasdan to'pni darvozaga joylab qo'yapti. Boshqacha raqs so'z ishlatmoqchi edim-ku. Qaradim. Uzatma ham ajoyib qarang. To'xtatdi. Qaradi, mo'ljalladi. Zarba yo'lladi o'yin davomida. Deyarli xatoga yo'l qo'ymagan. Ochiqni aytib o'tamiz, Otabek Qadamboyev uni hech ham ayblamaymiz. Erkin tarzda to'p o'yin kiritib beriladi. So'nggi 3 daqiqalik. Qanday aniq to'p yetkazib berilyapti. Darvozabon qaytardi. Yana bir zarba. Charchadi, toliqdi. Rahimov toliqdi. Unga hech qanday e'tiroz yo'q. Oxirgacha kurash olib bordi. Bu vaziyatda ham raqib darvozasini ishg'ol etishga urinib Do'stlar, ajoyib o'yin. Demak, o'z minnatdorchiligimizni 4-0 hisobida Blackstone jamoasi vakillari oldinda. Ya'ni futbol media